Assalomu alaykum. Efirda kundalik ko'rsatuvi. Bugun dasturimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlari hamda ushbu jarayonga tayyorgarlik tadbirlari haqida gaplashamiz va albatta savollarimizga javob berish uchun Milliy statistika qo'mitasining bosh mutaxassisi Umidjon Sayfullayevni studiyamizga taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Xabarimiz bor, kuni kecha Milliy statistika qo'mitasi tizimida amalga oshirilgan islohotlar yuzasidan konferensiya bo'lib o'tdi. Mana shu konferensiyada aynan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri haqida so'z bordi. Keling avval shu haqida gaplashsak. Albatta, joriy yilning 17-noyabr kuni Toshkent shahrida milliy statistika tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ya'ni aynan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish, inflyatsiya metodologiyasini xalqaro standartlarga moslashtirish, yalpi ichki mahsulotni qayta hisob-kitob qilish va milliy statistika tizimini transformatsiya qilish masalalariga bag'ishlangan xalqaro amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli tadbirda xalqaro tashkilotlardan Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti, bundan tashqari Birlashgan Millatlar tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti va bundan tashqari bir qator nufuzli tashkilotlar, O'zbekiston Respublikasining vazirlik va idoralaridan mas'ul xodimlar ishtirok etdi va mazkur konferensiyaning birinchi sessiyasi, ya'ni sessiyalarga bo'lingan, mazkur konferensiyaning birinchi sessiyasi aynan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlariga bag'ishlandi. Unda Milliy statistika qo'mitasi raisi o'rinbosari Zohidjon Ziyayev tomonidan mazkur tadbirga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari birinchi sessiyada Xalqaro valyuta jamg'armasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti, O'zbekiston mahallalari uyushmasi va boshqa bir qator tashkilotlardan vakillar ishtirok etib, mazkur jarayonda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish, aholi qamrovini kengaytirish, o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va shu kabi boshqa masalalar muhokama qilindi va bundan tashqari bugungi kunda ushbu jarayonga tayyorgarlik ishlari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Bugun mana shu jarayonga tayyorgarlik qanday ketyapti? Hududlarda, aynan hududlar timsolida aytib o'tsangiz. Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni, ya'ni PF 173-sonli farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga asosan hududlarda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlariga tayyorgarlik ishlari izchil tarzda davom ettirilmoqda. Misol qilib aytadigan bo'lsak, dastlab tayyorgarlik ishlari nimadan boshlandi? Xo'sh. Hududlarda ro'yxatga oluvchilarni tayyorlaydigan mutaxassislar, ya'ni murabbiylarni o'qitishlardan boshlandi birinchi shaklda va bugunga kelib ushbu jarayon ikkinchi bosqichga ko'chdi, ya'ni mahalla yettiligi a'zolari, ya'ni mazkur tadbirning ikkinchi bosqichida uyma-uy yurib ma'lumot yig'adigan registratorlarni o'sha birinchi bosqichda tahsil olgan, ta'lim olgan mutaxassislar o'qitishmoqda. Qayd etishimiz kerak bo'lgan muhim jihat, hozirda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri olis hududlarda, respublikamizning olis hududlarida muddatidan avval o'tkazilmoqda. Bunga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, buning sababi aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha o'tkazilishini hisobga olsak, bu jarayon ayni qish vaqti, ya'ni respublikamizning olis hududlariga yetib borish masalasi mavjud bo'lgani uchun, bundan tashqari ma'lumotlarni to'liq ola olmaslik va boshqa masalalar yuzaga kelishini hisobga olgan holatda respublikamizning olis hududlarida ushbu jarayon muddatidan avval o'tkazilmoqda. Ularda aholi soni kamligini hisobga olib va u jarayonga qadar deyarli katta o'zgarish bo'lmasligini hisobga olib, xalqaro standartlar ham buni tasdiqlaydi. Ya'ni muddatdan avval o'tkazib, ma'lumotlar qay darajada mos keladi degan savolga bu to'liq javob bera oladi. Avvaldan o'qitilgan mahalla yettiligi a'zolari tomonidan uyma-uy yurib ma'lumotlar hozirda to'planmoqda. Aynan qaysi hududlarda o'tkazilyapti, ayta olasizmi? Masalan, misol qilib keltiradigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatining G'ilon qishlog'ida ham o'tkazilmoqda. Qayd etishimiz kerak bo'lgan muhim jihat, respublikamizdagi vazirlik va idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklarining birinchi rahbarlari va ularning o'rinbosarlari, bundan tashqari mas'ul mutaxassislari aynan mana shu jarayonga mas'ul sifatida hududlarga biriktirilgan. Tayyorgarlik qay darajada ketmoqda, shu kabilarni monitoring qilgan holatda o'rganishlar olib borilmoqda va ular tomonidan zarur tavsiyalar mutaxassislarga, mas'ullarga berilmoqda. Rahmat javobingiz uchun. Ayni kunlarda, demak, targ'ibot ishlari izchil davom etmoqda, lekin aholi mana shu yirik tadbirdan qanchalik xabardor? Biz kichik bir so'rovnoma o'tkazdik. Keling avval mana shu so'rovnomani e'tiboringizga havola qilamiz, so'ngra yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentyabrdagi 173-sonli aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi va rasmiy statistika to'g'risidagi qonunlariga muvofiq, shuningdek, aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari, yashash darajasi, farovonligi, qishloq xo'jaligi holati, tarkibi hamda aholini ijtimoiy ahamiyatga molik asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash istiqbollarini baholash tizimini yaratish uchun zarur ma'lumotlar bazalarini shakllantirish maqsadida qabul qilingan farmonida uning ijrosini ta'minlash uchun aniq vazifalar belgilab berildi. Ular mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash orqali 38 million aholining tarkibi va migratsiyasi, oilaviy holati, faoliyat turi, daromad manbalari to'g'risida Yevropa statistikalari konferensiyasining 2020-yildagi tavsiyalari asosida yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish, aholi va qishloq xo'jaligining o'sish tendensiyalarini hududlar kesimida aniq hisob-kitob qilgan holda ijtimoiy soha obyektlarini kengaytirishga yo'naltirilayotgan yillik 25,2 trillion so'm mablag'ning manzilli sarflanishini ta'minlash kabi bir qator topshiriq va ko'rsatmalardan iborat. Shu bilan birga ro'yxatga olish tadbirini mahalla yettiligi tizimi xodimlarini 2025-yil 15-dekabrdan 2026-yil 1-martgacha bo'lgan davrda jalb etish orqali o'tkazish ham belgilab qo'yilgan. Aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha tadbirlar, targ'iboti boshlangan. Xabaringiz bormi? Yo'q, eshitmadim. O'zi nimani tushunasiz? Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish deganda? Bilmadim nimasini ro'yxatga oladi. Men o'zi qishloqda turaman-da dalada. Aholini ro'yxatga olish. Yo'q, eshitmadim. Ro'yxatga olish bu juda ham muhim. Hammasi bizani farovonligimiz uchun shaxsan bu jarayonlarda faol qatnashga tayyorman. Aholini ro'yxatga olishda belgilangan aniq dasturning mavjudligi va tadbirni unga qat'iy rioya qilgan holda o'tkazilishi, ro'yxatga olishda muayyan talablarni hisobga olish bilan aholiga beriladigan savollar ro'yxati, ma'lumotlarni qayd etish, to'plash, qayta ishlash va yakuniy ma'lumotlarni e'lon qilish tartiblarini o'z ichiga qamrab oladi. Bunda O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Milliy statistika qo'mitasi hamda mas'ul idoralar bilan birgalikda mahalla yettiligi tizimi xodimlarini planshetlardan foydalanish orqali ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilishini ta'minlaydi. Bu jarayonda albatta targ'ibot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi va bu borada targ'ibot ishlari izchil davom ettirilmoqda. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining rasmiy sahifalari ishga tushirildi va masalan birgina misol qilib keltiradigan bo'lsak, Telegram messenjeridagi rasmiy sahifada hozirda 7000 ga yaqin fuqarolarimiz a'zo bo'lishgan. Bundan tashqari boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarda ham fuqarolar qamrovi oshirib borilmoqda. Aholiga hujum joylarda targ'ibot bannerlar o'rnatilmoqda. Davlat tashkilotlaridagi LED ekranlarda, elektron monitorlarda targ'ibot roliklari muntazam aylantirilmoqda. Bundan tashqari bozorlar, aholi ko'p to'planadigan joylarda aholini xabardorligini oshirish maqsadida qisqa ovozli xabarlar eshitirilmoqda, ya'ni radio uzillar yordamida. Bundan tashqari jamoat transportlarida ham, masalan, misol qilib keltiradigan bo'lsak, Toshkent metropoliteni, avtobuslarda ham elektron ekranlarda, radio ovoz uzatish tizimlari orqali bu jarayon haqida aholimiz xabardor qilinmoqda. Bundan tashqari bu jarayonni aholiga yanada kengroq yetkazish, ularning xabardorligini yangi bosqichga, yanada bir bosqichga ko'tarish maqsadida joriy yilning 12-noyabr kuni Milliy statistika qo'mitasi tomonidan jurnalistlar uchun maxsus o'quv seminari tashkil etildi. Mana shunday tadbirni o'tkazish yuzasidan xalqaro tashkilotlardan qanday ijobiy xulosalar olindi, ijobiy fikrlar tinglandi? Albatta, mamlakatimizda ushbu jarayonni tashkil etish uchun xalqaro tashkilotlar tomonidan juda ham bir ijobiy tavsiyalar berildi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi va aynan shu tashkilotning, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan ushbu jarayonni o'tkazish bo'yicha ijobiy xulosalar olingan va ularning tavsiya va ko'maklari asosida bu jarayon mamlakatimizda juda ham bir yaxshi tartibda xalqaro standartlarga mos ravishda o'tkaziladi. Rahmat javoblaringiz uchun. Mana bilamiz, dunyo tajribasidan ko'rishimiz mumkin. Juda ko'p davlatlarda mana shu statistik tadbir har 10 yilda bir marta o'tkaziladi. Bizda yana bir kichik lavha bor. Xalqaro tajribaga asoslangan lavha. Uni e'tiboringizga havola qilamiz. Undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Estoniya Yevropaning eng kichik mamlakatlaridan biri bo'lishiga qaramay, raqamli boshqaruv va aholini ro'yxatga olish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallagan davlatdir. Estoniya an'anaviy aholi ro'yxatini butunlay elektron tizimga almashtirgan. Ko'plab davlatlar har 10 yilda ariza to'ldirib, uyma-uy yuradigan ro'yxatchilar orqali aholini hisobga olsa, Estoniya buni real vaqt rejimida avtomatik bajaradigan yagona davlatlardan biri. Bu tizim 2011-yildan boshlab to'liq kuchga kirgan.
Tizimning asosiy tamoyili har bir fuqaro raqamli ID karta orqali davlat xizmatlariga ulanadi. Sog'liqni saqlash, ta'lim, soliq, uy-joy, fuqarolik holati va boshqa barcha ma'lumotlar yagona davlat reyestrlarida saqlanadi. Ro'yxatga olish uchun yangi ma'lumot so'ralmaydi. Mavjud ma'lumotlar bazalari o'zaro birlashtiriladi. Estoniya odamlar hayoti bilan bog'liq 99% davlat xizmatlarini onlayn shaklda amalga oshiradi. Bu jarayonni boshqaruvchi asosiy platforma X-Road, ya'ni davlat axborot almashinuvi tarmog'idir. Estoniyada aholini hisoblash uchun odamlardan hech narsa so'ralmaydi. Hech kim anketa to'ldirmaydi. Uyida ro'yxatchi kutmaydi. Jarayon 3 qadamda amalga oshiriladi. Birinchisi, manzil registri. Kim qayerda yashayotgani avtomatik yangilanadi. Ikkinchisi, fuqarolik registri. Tug'ilish, o'lim, nikoh, ajrim kabi ma'lumotlar real vaqt rejimida qo'shiladi. Uchinchisi, sohaviy elektron bazalar, ya'ni ta'lim, bank, tibbiyot, soliq ma'lumotlari sinxronlashtiriladi. Shu yo'l bilan Estoniya hech qanday qo'shimcha xarajatsiz, odamlardan vaqt olmay, har kuni yangilanib turadigan aholi statistikasini shakllantiradi. Estoniyada aholini ro'yxatga olishni o'tkazish xarajatlari an'anaviy ro'yxatga qaraganda 20 barobar arzon. Ma'lumotlarning aniqlik darajasi esa 99,8% deb baholanadi. Estoniya qishloq xo'jaligi ro'yxatini ham raqamli reyestrlar orqali yuritadi. Fermer xo'jaliklari yagona elektron reyestrda ro'yxatdan o'tadi. Ekin maydonlari sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida tekshiriladi. Estoniya raqamli davlatiga ishonchning asosi blockchain darajasidagi xavfsizlikdir. Ma'lumotlar turli serverlarda bloklab saqlanadi. Har bir kishi alohida qayd etiladi. Yashirishning imkoni yo'q. Fuqarolar o'z ma'lumotlariga kim kirganini mobil ilovada ko'ra oladi. Bu tizim Yevropa ittifoqidagi eng ishonchli davlat ma'lumot bazalaridan biri sifatida tan olingan. Bugun Yaponiya, Kanada, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya Respublikasi, Finlandiya va boshqa ko'plab davlatlar Estoniya modelini o'rganib, o'z tizimlariga joriy qilishmoqda. Mana ko'rib turibmizki, juda ko'p davlatlarda aholini ro'yxatga olish alohida tadbir, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yana bir alohida tadbir sifatida o'tkaziladi. Bizda mana shu ikki jarayon, ikki murakkab, yirik tadbir birlashtirilgan holda o'tkazilyapti va bu albatta aholiga birmuncha qulayliklar yaratadi va kam xarj bo'ladi. Bu borada yangi statistik tadbir bo'lganligi sababli aholidan juda ko'p savollar kelgan. Bu yerga kelgan savollarni sizga o'qib eshittirsam, ro'yxatdan o'tish vaqtida daromadim qancha ekani haqida ma'lumot kiritishim kerakmi deya savol berganlar. Tushunarli savol uchun rahmat. Mazkur jarayonda fuqarolarimizda ba'zan shunday qo'rquv holatlari ham yuzaga kelmoqda. Ya'ni daromadim haqida va boshqa shaxsiy ma'lumotlarim haqida ma'lumot berishim kerakmi, ma'lumot kiritishim kerakmi degan bir hadik yuzaga kelmoqda. Albatta, o'tgan dasturlarda hatto nechta mashinam borligi, nechta uy xo'jaligim borligi yoki boshqa bir ma'lumotlarni ham kiritishim shartmi degan savollar ham bo'ldi. Ularni xabardor qilib qo'yishimiz kerakki, ularning shaxsiy daromadlari haqida ro'yxatga olish jarayonida ma'lumot so'ralmaydi. Faqatgina ro'yxatga olish savolnomasida ularning daromad manbalari haqida savol mavjud. Ya'ni bu nimani anglatadi? Ular qaysi manbadan, ya'ni nimadan daromad topishadi? Shu savol ro'yxatga olish savolnomasidan joy olgan. Faqatgina ular mana shu manbani tanlagan holatda javob berishlari kifoya bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Yana bir savol bor bizda. Bir fuqaro bir nechta mahallada uy hovli yoki kvartirasi bo'lsa, u qay tarzda ro'yxatga olinadi? Demak, bir fuqaroda bir nechta uylar bo'lsa, qanday ro'yxatga olinadi? Albatta, shunday holat ham yuzaga kelishi mumkin. Va buning javobi quyidagichaki, fuqaro doimiy yashash joyidan ro'yxatga olinadi. Ya'ni fuqaroda bir nechta uy mavjud bo'lishi mumkin, ammo u faqatgina bir joydagina doimiy ro'yxatda turadi. Va u aynan o'sha doimiy ro'yxatda turadigan joydan ro'yxatdan o'tadi. Rahmat. Navbatda audio savolimiz bor ekan, qo'yib eshittirsam. Assalomu alaykum. Men ko'p yildan beri chet elda ishlayman-da, lekin O'zbekiston fuqarosiman. Shu ro'yxatdan o'tishim shartmi va qanaqa o'tsam bo'ladi? Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirida nafaqat O'zbekiston aholisi, balki xorijda yashayotgan vatandoshlarimiz, ishlash, o'qish va boshqa maqsadlar uchun ketgan vatandoshlarimizni ham qamrab olish nazarda tutilgan va bu borada bir qator targ'ibot ishlari ham amalga oshirilmoqda. Ular ro'yxatga o'tishlari uchun o'zlari
Tadbirning birinchi bosqichida, ya'ni 15 yanvardan 31 yanvargacha onlayn bosqichda census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan olishlari mumkin yoki buning muqobil varianti ikkinchi yo'li O'zbekistonda yashayotgan ularning yaqin qarindoshlari tomonidan ularning ma'lumotlari mazkur jarayonda taqdim etilishi mumkin. Bu albatta onlayn bosqichda va ikkinchi bosqich offlayn bosqichda, ya'ni mahalliy ertaligi ularning uylariga tashrif buyurgan holatda ham xorijda yashab turgan vatandoshimizning ma'lumotlarini taqdim etishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayonlarda xorijlik fuqarolarga yana kimlar yordam berishlari mumkin? Bu jarayonda Tashqi ishlar vazirligi bilan hozirgi kunda hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Elchixonalar va konsulliklar tomonidan yordam ko'rsatiladi. Albatta ularga jarayon boshlangunga qadar xabardorlikni oshirish maqsadida turli xil targ'ibot materiallari tarqatiladi. Bundan tashqari bizni aloqa kanallarimiz orqali yoki shu botimiz orqali o'zlarini qiynagan savollarga javob topishlari mumkin. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Onlayn ro'yxatdan o'tish bo'yicha bizni maxsus video qo'llanmamiz ishlab chiqilgan. Unda ro'yxatdan o'tish bo'yicha, onlayn ro'yxatdan o'tish bo'yicha barcha savollarga javoblar qanday kiritilishi, bu jarayon qanday o'tkazilishi haqida to'liq ma'lumot berilgan. Ushbu video qo'llanmani ko'rgan holatda ham ular onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Bizda yana bir qancha savollar bor. U savollarga albatta kelgusi dasturlarimizda javob beramiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Qadrli teletomoshabinlar, mana shu jarayonlarda faol ishtirok eting va atrofingizdagi barcha fuqarolarni mana shu tadbirdan xabardor qiling deymiz va albatta yangi O'zbekistonda o'z o'rningizni belgilang.